xolos yana bitta obyektimiz tugatdik. Bu obyektimiz loy bosilgan. Loyni ustidan quyib berdik buni. Hozir tugatgan joyimiz. Bu uyda loy yorilib ketib, tok rasxod ko'payib ketib, issiq tepaga urayotgan ekan. Shuning hisobiga penalonbos xizmatimizni berdik. Qattiqligiga keladigan bo'lsa, hozir yaqinda kuygan joyimiz. Hali narsalarni endi yig'ishtiryapmiz. Hozir tushirdik qattiqligi. Yorilib ketdi, boshqa bo'ldi, unaqa narsa umuman yo'q. Bunda issiqni 100% ushlab beradi. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi.